Floridada rossiyalik fuqaro 2 yoshli qiziga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgani uchun qo'lga olishdi. U qizini oyog'i bilan tepib, urib tashlagan va sochidan ushlab sudragan. Amerikaning Sunny Isles Beach shahrida Narofong shahridan bo'lgan 30 yoshli biznesmen Andrey Svestyanov 2 yoshli qiziga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishda ayblanmoqda. Erkak kondominiumda yashagan va kameraga u qizini tepgan va sochidan sudraganlari tushgan. U bir marta qizini bo'yniga sochiq bilan o'rab, siltalab tashlagan va oyoq bilan boshidan urgan. Ularni ko'rgan resepsiyonda turgan ishchi politsiya chaqirgan. Politsiya u erkakni ushlaganda politsiyachiga qarshilik ko'rsatib, ko'krak qismiga tirsaklari bilan urgan. Tarjimon orqali so'roq qilish jarayonida suhbatlashganda u erkak qizni injiqlik qilganini aytdi. U o'zini harakatlarini shamol bo'lgani uchun qizi yelkasiga boshini qo'ygisi kelganini tushuntirgan. Bu biznesmen Rossiyada o'zining geolog ishlab chiqaradigan biznesi bor hamda u IT bo'yicha mutaxassis. Hozir bu erkakka nisbatan ayblov qo'yilgan, uni qizi esa mahalliy bolalar shifoxonasiga yotqizilgan.